Instagram'dan men bir insonni videosiga ko'zim tushib qoldi. 2024-yil bu videoni qilyapman deyapti. Demak deyapti, video deyapti, ijtimoiy tarmoqlarga tarqalgan bo'lsa deyapti, menga nimadir bo'lgan bo'ladi deyapti-da. Mana oxiri buni qamadilar-da. Shu O'zbekistonga nechta tadbirkor sahal ko'tarilib, balki odamlarni ish bilan ta'minlab ketsa, bir pulli bo'lib baraka topib ketsa, sразу balki kimlardir balki bularga tuhmat, shantajlar bilan qamaveradi. Mana Dilshod Namangandan bu razbo'y bilan qamalib ketdi deb eshitdim-da. Bu odam, shu Dilshod degan odam razbo'y qiladigan odam emas-da, to'g'risi. Mana bu odamni ham hozir qamadinglar-da. Nima uchun o'zlaringiz ish bilan ta'minlab bera olmaysizlar-da? Hukumat yana ish bilan ta'minlaydigan balki tadbirkorlarni tiqaverasizlar. Nima qasdlaringiz bormi oddiy xalqqa? Mana Chiroqchida ham eshitdim, aka deyapti, men chet eldan shuni necha million dollar pul bilan keldim deyapti. Nimadir ochdim zavodni deyapti. Shuna keldi deyapti. Kaltini tortib oldi mendan o'sha notariusdan olingan dokumenti tortib oldi deyapti. Hamma narsam deyapti, kuyib ketdi deb, yana chet elga ketdim deyapti-da. Nimaga unnaysizlar? Nima qasdlaringiz bor oddiy millatga? Nima uchun xalqning ichidan chiqib turgan tadbirkorlarga ham qo'ymaysizlar-da? Nimaga qasdlashasizlar oddiy xalq bilan? Mana nimada Samarqanddagi borki, Rajab Amindagi uyni ham buzib tashladinglar, bechora bobogina yig'lab chiqdi. Nima sababdan unday qilasa, oddiy xalq agar tadbirkorlar bo'lmasa, oddiy xalq ishsiz qolib ketadi-da. Mana o'zim ham Samarqandda balki biznesmenlar qo'lida yuk tushirganman-da, kuniga 400-500 ming so'mlab pul topganman odam ishlatib. Nimaga unnaysizlar? Qasdlaring bormi oddiy xalqqa? Nima uchun ichidan chiqib turgan tadbirkorni ham qo'ymaysizlar? Haqni gapirib chiqqan blogerni ham qamaverasizlar. Qasdlaring bormi? Odamlar ham yashashga kelgan, o'zbeklar ham yashashga kelganda, to'g'risi. Ish bilan ta'minlab beryapti kishi. O'zlaringiz ta'minlab bera olmayapsizlar. Sizlarning firmalar orqali borgan balki Rossiyaga sotilib ketyapti, nechtasi balki ijtimoiy tarmoqdan chiqib turib yig'layapti. Qo'yib beringlar, xalqni o'zi qilyapti shu narsani. Nima uchun sizlar tayyor narsaga ayyor bo'lasizlar? Allohdan qo'rqmaysizlarmi? Bilab budi balki chiqib ketadi, hech kim qolmaydi ertaga bu tomonlarda.